Hammaga salom, sizlar bilan Shakipmi. Mana ishdan ham bo'ldik. Endi uyga ketamiz. Piyoda peshkom. Ключlarni solib qo'yamiz tortmaga. Tortma qani bu yoqda. Oxirgi mashinani ham tuzatdim. Mana soldim. Endi bu yerda telefonda gaplashamiz. Alo, xo'jayin. Nima? Men ketyapman. Ha, xo'p. Ketaver. Ertaga kelasanmi? Ha, kelaman. Xo'p, ketaver. Mana ishni bo'lib ketamiz endi peshkom uyga. Meni bu birinchi ish kunim. Bugun yangi keldim-da bu yurtga, texga. Ustaxonaga yangi keldim bugun. Erta keldim. Ertalab keldim. Birinchi ish kunim bugun. Ha, bola, Shakipmi kanaliga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Videoga like bosib qo'yish ham esdan chiqmasin, bola. Ketdi. Kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Yo'ldan bu yoqdan ketamiz. Mana ketamiz. Shu ketaveramiz. Bu yoqqa o'tamiz. Bu yoqdan chetdan ketamiz. Mashina yo'q, peshkom kelyapman. Bu yoqqa o'tamiz. Voy, nima mashina? Oppacha, yo'l bering, oppacha. Men ham mashina olsam edi. Peshkom shu ishlab charchab kelaman, yana yo'lda charchab ketaman. Zo'rg'a uyga boraman. Uyim uzoq. Stolovoy ovqatlansam ekan. Kofexonada xuddi. Ammo ovqatlanar edim, pulim ham oz. Uyga borib tezroq uyga boray. Uyga borib ovqatlanaman endi. Xo'jayini, texni shu ustaxonani egasi 5 kun kelganiga 5 kun bo'lsa beraman pul 5. Bugun birinchi kuni. 4 kundan keyin pul olaman. Urra. Kof. Teddy degan. Bu kirsam pulim oz qoladi. Bilmayman deyapsiz. Odamlar mazza qilib kofe, hot-dog, burger yeyishyapti. Men uyda ovqat yeyaman. Nima qilyapti bu brat? Onu kimni mashinasi u? Voy, mashina kimniki? Pachoq chiqib qolibdi. Böyle nima mashina? Kimni mashinasi nomeri bu? Pachoq bo'lib qolibdi. Bir kundan beri yotibdi-da bu mashina shu yerda. Qo'zg'almay. Nomer bilmayman. Nomer kimniki ekan? Bu mashina kimniki? 90. Qaysi viloyat? 90. Bola 90 qaysi viloyatligini yozib ketinglar kommentariyaga. Kapotni ochib ko'raylik. Motor nima qilgan motor?
Voy. Motor. Yomon bo'ldi. Orqasidan ko'ra orqasini och. Voy, kapı orqalar ham mashinaning eshigi ochiq. Oynalari siniq qolibdi. Bu mashina kimniki bo'lishi mumkin ekan? Voy. Tanlov ham full ekan billa. Bolla. Eshikni ochib ko'raylik. Qani? Mashina yondi. Bolla. Mashina yondi. Eshik ochiq ekan. Kiltam o'zim. Mana qani ichini ko'raylik. Voy, qop-qorong'i. Mashina asosiysi mashina yondi. Urra. Ustaxonaga olib borib uzatsammikan? Bu mashinani o'zimniki qilib olsammikan? Nomerni yetish kerak ammo yetish kerak. Ketdi esa. Mana biz ustaxonaga boramiz. Nomer kimniki? Politsiya ushlab olsa-chi, nimaga o'g'irlading? Ketdi orqaga qarab bosam, pravam yo'q lekin ammo mashina bo'lgan bilan pravam yo'q. Sho'ri yomon. Hech nima qilmaydi. Sekin haydab yuramiz. Militsiya ko'rmasa bo'ldi asosiy. Perchana bu mashinaga hamma pulim ketadi hozir. O'zi yonimda 5 million so'm pulim bor. Mashina yomon ahvolda lekin. Mashina yomon ahvolda lekin. Voy, nima qilamiz endi? Ham o'zimni ustaxonamga tekinga uzataman o'zim, lekin narsalarga pul ketadi. Mashinani shu yerga qo'yib turamiz. Bu nomer kimniki ekan? Bilam. Nomerni yechib tashlash kerak-da uni. Politsiya ko'rsa nima qiladi? Motorlar ham bo'lmay qolibdi. Bunga 5 million so'm ketib qoladi menimcha. Ketib qoladi menimcha. Ketdi. Uzatamiz esa motorlar orqalarini ochamiz. Ketdi. Uzatamiz. Tayyor bo'lgandan keyin ko'rsataman mashinani. Mana mashinani tayyor qilib, kraska qilib noldan qo'ydik hamma narsasini. Mana hamma narsa noldan, motorlarni tuzatdim. Kerakli jihozlarni qo'ydim. Orqalarini uzatdim. Nomerni yo'q qildim, sotib yubordim. Nomerni. Uni orqasidan qancha pul ishlaganini qaranglar. 105 million ishladim. Auksion nomeri ekan, sotib yubordim. Nimaga kerak menga u biron nomer? Bez nomer mashina yangi bo'ldi, tanlifga full. Haydimiz o'zamini bo'ldi. Bu mashinani tayyor qildim. Mashina qani? Bu mashina bitta ekan. Ketdi, nazar bosamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Qani? Voy, sev ovoziga qarang. Orqaga bosamiz. Orqaga bosamiz. Ishlar tort. Qani ko'ramiz. Endi driftga o'rnatganman. Mashina yomon. Mashina zo'r ekan. Ha, bolalar,
bu mashinaga qanaqa nomer qo'yishni yozib ketinglar kommentariyaga. Nima nomer qo'yaylik yo biz nomer yuraylikmi? Keyingi videolarimda nima haqida chiqsin shuni ham yozinglar. Shakipm kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar. Men har kuni video qo'yapman. Aktiv bo'lib turinglar. Har kuni video chiqadi kanalimdan. Sizlarga mehnat qilib videoni yasab qilyapman. Shuning uchun obuna bo'linglar, bratlar. Obuna bo'linglar. Sizlardan obuna va like va kommentariyada o'z fikringizni yozib ketishni so'rayman. Faqat shu narsalar, boshqa narsa so'ramayapman. Obuna bo'lish tekin-ku. Pulli bo'lsa mayli edi. Tekin-ku, obuna bo'lib qo'yinglar. Kutaman patishga. Hammaga xayr. Sog' salomat bo'linglar. Neki orzularingiz bo'lsa hammasiga erishgaysizlar. Kim qanaqa orzu qilgan bo'lsa, hammaga xayr bolalar.